Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyat shodman. Bu video hajmi kattalashishi mumkin, Instagramga to'liq sig'may qolishi katta ehtimol bilan yuz beradi. Shu sababdan to'liq videoni YouTube'da ko'rishingiz mumkin, madaniy turizm hamda muzeylar kanallarida. Men sun'iy intellektdan so'radim, O'zbekiston muzeylariga nimaga odamlar tashrif buyurish qiyin, nimaga zerikarli, kamchiliklar qanaqa bilganlaringni aytib berchi deb. Ko'pisi menga ma'lum bo'lgan kamchiliklar. Hozir shuni rostdan ham muzeylarga odamlarni kelishiga xalaqit beradimi, odamlarni o'zidan qochiradimi yo'qmi, shunisini ko'rib chiqamiz. Men yakunda xulosamni aytaman. Eng birinchi bu boshlayapti. Eksponatlar zerikarli taqdim etilgan, sobiq sovet muhiti hali ham ufurib turibdi deb. Shu fikrga qo'shilasizlarmi, rostdan ham zerikarlimi? Oynalarni ortiga berkitib qo'yishgan yoki 1 metr oldinga bundoq lattali to'siq qo'yib qo'yishgan, o'tma deb. Xodimlarni biriktirib qo'yishgan, nazoratchilarni. Ularning vazifasi shu. Tema, bunaqimi. Agar sal loqaydlanib qolsa, boshlig'idan gap eshitadi. Uning vazifasi axrana bo'lib turib, eksponatlarni himoya qilish. Keyin institutda dars beradigan muzeyshunos ustozim ham quyidagi gapni aytuvdilar. O'sha nazoratchi bo'lib turadigan asosan xotinlarni ust-boshi yaxshi emas, muzeyga keladigan chet elliklar e'tibor berishadi. Salgina xarob holatda deb. Bu mayda-chuda narsalar, lekin har bittasi uchun mayli o'sha gapimni aytib ketay. Bu katta omil bo'la olmaydi. Eksponatlarni zerikarli taqdim etilgani ham. Miyada hamma narsa. Odamcha zerikarli bo'lsa ham qanaqa qarashni bilish kerak. Misol uchun aytaylik, Amir Temur o'zini qo'li bilan tutgan qilichchi eksponatga olib borib, "Ming zerikarli qo'yib qo'yasizmi? Chiroqlarni ming noto'g'ri qo'yib tashlaysizmi? Yoki 10 ta nazoratchini biriktirib qo'yasizmi?" Qiziqadigan odam qiziqaveradi. "Vau, men shu qilichchi Amir Temur ushlagan ekan" dedi. Keyin chiroqlar noto'g'ri qo'yilgani, VR yo'qligi, audio get yo'qligi, lekin chiroqlar noto'g'ri qo'yilganiga %100 aminman. Shunaqa joylar bor, yoritishi yetarli darajada yorug'lik bera olmagan, shunaqa joylar bor. Amir Temur muzeyiga o'xshagan, yorug'likni hamma yoqdan berib tashlagan, yetmaganiga kafeldan yorug'likni aksi qaytadi, chaplanib yotadi oynani anaqasida. O'zi kerakmi oyna, mana savol. Shu oynani o'rniga boshqa narsadan foydalanishsa bo'lmaydimi? Nurni o'ziga yutib ketadigan. Xo'p, keyin aytayotdi, ilmiy tilda tushuntirilgan, ilmiy tilda tushunish qiyin deyapti. Qo'shilasizlarmi? Men qo'shilaman. Keyin ekskursovotlar matnni yodlab olishgan deyapti. Bu to'ppa-to'g'ri gap. Ishoninglar, faktlar odamni zeriktirib qo'yadi. Mana bu nimalar yozmoqchi bo'lsanglar aytishadi, faqat fakt keltir, gapni olib qochma, unaqimi, faqat fakt bo'lsin deb. Bitta narsada bizda mana shunaqa, faqat fakt keltir, gapni olib qochgan, san deyishadi yakuniylarda. Nazorat ishi yozib bersanglar. O'sha keltirayotgan faktinglar sizlarni qanchalik yodlab olganinglarni bildirib beradi. O'sha yodlab olish kerakmi, mana savol. 3-4 yil oldin mana shu narsa muhokamaga chiqazilib, O'zbekistonning DTMga ham qo'shilganki, endi talabalar faqat yodlab olib, miyadan o'sha narsalarni beravermasin, tafakkur qilsin, fikrlashni rivojlantiraylik deb turib, savollar aylantirib berishgan. Ya'ni misol uchun bo'ladi, Bobur Mirzo tug'ilganidan qariyb 370 yil oldin bo'lgan voqeani berilgan variantlar orasidan toping. Yoki shunga o'xshash любой, miyamga shu narsa kelib qoldi, keltirib o'tdim. Mantiqan fikrlashga qaratilyapti. Buni o'zbeklar kashf qildimi? Yo'q, eng oxirgilardan bo'lib turib O'zbekistonga DTMga kirib keldi. Lekin haligacha muzeylarga kirib kelgan yo'q. Chet elda shunaqa iloji boricha mantiqiy fikrlashga urg'u berishadi. Fakt keltirma, fakt kerak emas. Mantiqan, mana shunaqa faktlarni, mana shunaqa ma'lumotlarni o'qibsan, xulosang qanaqasan deb shaxsiy fikrga qiziqishadi. Darajada bizda institut bo'ladi, maktab bo'ladimi, o'qituvchilar vidir faqat gapiradi, bolalarning joniga tegib ketadi, boshi og'rib ketadi, ovozi sekinroq bir tekis ramon gapiradigan o'qituvchi bo'lsa, bolalarning uyqusi keladi. Chet ellarda unaqa emas, talaba bilan bir gapirib ishlaydi. Sen nima deysan? Sen qanaqasan? Men ham mana shu 4 yil institutda o'qib kelgan bo'lsam, doskaga chiqib o'sha
prezentatsiyamni gapirganimda iloji boricha o'sha kursdoshlarim bilan savol-javob qilib anaqa qilib o'taman. Onda-sonda ustozga ham gap tiqib qo'yaman. Xulosa shuki, xodimlar matnni yodlab gapirish kerak emas. Mana shu qilayotgan Moziuz ilovamda ham qiziqarli faktlar bor. Xodimlar quruq fakt yil tiqursa, yoqmaydi bu narsa. Ikkigan qiziqarli hikoyalarni qo'shib berish kerak. Qiziqarli hikoya, qiziqarli fakt, afsona rivoyatlar обязательно kerak. Mani ilovamda bor mana shunaqa narsalar. Keyingisi, eng muhimi. Nima deyilyapti? Bizaga xalq muzeylarga qiziqmaydi. Kelsa zerikadi, qochadi. Odam kelmayapti, qanaqa qilib tortib olaylik. Qanaqa qilib tortasan? Qiziqtirib tortasan. Qanaqa qilib qiziqtirasan? Albatta, hozir ijtimoiy tarmoqlar asri bo'tdi. Dunyoda komment yozish bo'yicha, Instagramda o'tirish bo'yicha birinchi o'rinda tursa kerak. Shunday ekan, nega qiyin? Mayli, YouTube'ga e'tiboringni berma, Telegramga berma, Facebook'ga berma, Twitter'ga berma. Loaqal Instagramingni zo'r, kreativ qilib, trendlar bilan birgalikda yurib, rivojlantirib qo'ya olmaysanmi, hurmatli muzeylar? Men Sovetskiy muzeyini kuzataman, ular faol tez postda chiqarib turishadi, lekin juda ham zerikarli. Oddiy odam uchun zerikarli. Balkim san'atni zo'r tushunadigan odam, "Vau, men bir rasmni qo'yibdi" deb turib yaqinlashtirib, "Qaramam, qanaqa chotki chizilgan. Axir bu palonchini men bunaqa asari-ku. Vau" deb deyishi mumkin, lekin bizda san'atni tushunadiganlar kam. Men o'zim 4 yil san'at institutida o'qib turib, rasmni tahlil qilishni bilmayman, san'atni vobshe tushunmayman. Bo'lmasa soham muzeyshunoslik. Men shu sohada bo'lib turib tushunmayman. Sohaga kirmaydiganlar ham tushunmaydi. Shunday ekan, iloji boricha soddaroq bayon qilish kerak yoki qiziqarli qilish kerak. Chet el muzeylarida даже memlardan foydalanib tashashgan, tushunasizlarmi? Mana uzum market bor, bilasizlarmi? Bir trend bo'lib ketdi. 70-75 au degan gaplar, to'g'rimi? Даже uzum market mana shu narsani, uzum tezkor mana shu narsani qilib chiqdi. Qanchalik cringe bo'lsa ham, zato trenddan qolmayapti, tushunasizlarmi? Mana даже chetdan Neftema bo'lsa ham misol keltiraman, Saudiya Arabistoni islom dinini otasi hisoblangan makoni, to'g'rimi? Даже ular LGBTga ruxsat bergan, Yangi yil bayramini nishonlashga ruxsat beryapti, imkon qadar dunyoviylashishga harakat qilyapti. Chunki bilyapti mana bunaqa yopilib, ayrim narsalardan o'zini cheklab tashab, rivojlanib bo'lmasligini. Dunyo qayerga qarab ketsa, o'shanga ergashyapti. Hamma ergashyapti. O'zbekiston ham, Saudiya ham ergashmasa bo'lmaydigan bo'lyapti. Так что kreativ bo'lish kerak. Cringe video hozir trenddami? Masxarabozlar trenddami? Likkillab chiqish trenddami? Muzeyga olib kelganda o'sha likkillab o'ynaydigan qizni muzeyda o'ynatish kerak, qiziqtirish kerak. Yoki o'sha o'tkazmoqchi bo'lgan kartinani yoniga qo'yib, o'sha chiroyli qizni o'ynatish kerak yoki gapirtirish kerak yoki ochiq-sochiq kiyintirib gapirtirish kerak. Farqi yo'q. Nima qilib bo'lsa ham qiziqtirib olish kerak. Aytishlar mumkin, unda fahshni targ'ib qilib ketish bo'ladi, 18+ bir bolalar, 18 emas, 16+ bir bolalar bo'lib ketadi deb. It ko'rmayotgandan ko'ra shu bahona ko'rib olgani yaxshi emasmi? Meni fikrim shunaqa. Keyin yana bitta narsa, yana mayda-chuda narsa, issiq kunlarda konditsioner yo'q, sovuq qish kunlarida isitadigan narsa yo'q. Men zamonaviy muzey bo'ladimi, ko'rsanglar, xodimlari qavat eshigiga to'qimni kiyg'izgandek qavat kiyimlarda o'tirishadi. To'g'rimi? Borganlar bilishadi. Endi to'g'ri, hamma narsa pul bilan bog'liq. Shunday ekan bir nima ham deya olmaymiz. Davlat qachon pulni ajratsa, keyin rivojlantirsa bo'ladi. Endi bu yerda hamma bir barakaga harakat qilish kerak. Davlat pul bermasa, qo'llab-quvvatlamasa, chiranganning foydasi yo'q. Bir tiyin oylikka hech kimni ishlagisi kelmaydi, ishlasa ham nomiga ishlaydi, ko'tini qimillatgisi kelmaydi, o'rnidan turgisi kelmaydi. To'g'rimi? Mana shunaqa anaqalar bor. Ishlab chiqaruvchi zavodlar bor, texnikasiga, balobatlariga, mahsulotiga pulni tikadi, texnikani chet eldan maxsus buyurtma berib yasattirib olib keladi, bir necha $100,000 mahsulotni chet eldan olib keladi, maqtanadi, meni mahsulotim chetniki deb. Lekin o'sha ishchilarga oylik kam beradi, ishchilarni rag'batlantirmaydi, marketologlarga arzimagan oylik beradi. Balobatlarlar. Natijada rivojlanish bo'lmaydi, birodarlarim. Keyingisi imkoniyati cheklanganlar uchun sharoitlarning yo'qligi. Panduslar yo'q. Kar odam uchun audio gid yo'q.
ko'rlar uchun bijir braille alifbosi yo'q. Va yana eng oxirgisi kafesi yo'q, o'tirib gaplashib o'tirishga. Amir Temuriylar tarixi davlat muzeyini tepasi 2-etaji bor-ku, bilasizlarmi? Chiqqanman-da, bunda bir tekis joyda. Sal xarobasi chiqqan, lekin o'sha yerda o'zligi to'g'rilashmasa ham prosta tadbirkorga joyimiz sentrda joylashgan. Shu yerdan kafe qil, restoran qil, onasini ham deb berib qo'ysa, ishoninglar, restoran qilsa, tem bo'lib madaniyatli insonlar keladimi, muzeyga ham qarab o'tadi o'shada. Kafe qilgan yaxshi-ku, ham muzey o'zi soqqa ishlaydi, keyin pechkasini sotib oladi, balobattarini sotib oladi-da, o'zini rivojlantiradi. Hozir davlat shunaqa narsa qilyapti, institutlarni o'zini ham anaqa o'zing ta'minlab qilib qo'ydi. Balki muzeylarni ham shunaqa qilib qo'ygandir. Muzeylardan kurs ochish kerak. Mana Amir Temur muzeyini pastki podval tarafida qanaqadir bir raspichatka bor, fotografiya kursi ham bor adashmasam. Mana shunaqa qilib turib imkon qadar foydalanish kerak. Maqsad eksponatlarga ziyon yetkazmaslikni oldini olishmi? Bo'ldi, shunaqa qil, eksponatimga tegma, bilganingni qil, klipingni olib ket, rassomchilik tugareklaringni shu yerda qil, bir bolalaringni shu yerda qil, vayningni shu yerda ol. Nima bo'lsa shu yerda qilib ketib turib, targ'ibotini qilish kerak, soqqasini ishlash kerak degan fikrdaman. Va umumiy qilib aytadigan bo'lsam, xulosam, mana shu sanab o'tilgan nimaga muzeylarimizga it tashrif buyurmayapti degan misollarni o'zi ich-ichidan miyasidan xohlovchi odamga bir tiyinlik farqi yo'q deb o'ylayman. To'g'risi men shunaqa deb o'ylayman. Misol bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa yorug'lik tushyapti, oynadan qaytyapti, to'g'ridan yaxshi ko'rinmayaptimi yoki aksin ko'rinib turibdimi, yondan qara, u yoqdan qara, bu yoqdan qara, o'tirib qara, sakrab qara, ko'r o'sha narsani. Qiziqqan odam maqsadiga baribir unaqa qilib bo'lsa ham yetadi deb o'ylayman. Shu meni gapim, joninglar sog' bo'lsin.